Bugun yurtimizda davlat xizmatlarini aholiga yanada yaqinlashtirish, sohada inson omilini kamaytirish va ortiqcha ovoragarchiliklarga barham berish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday muhim tashabbuslardan biri raqamli mahalla platformasi. Buning ichiga 80 dan ko'p imkoniyatlar yuklatib berildi. Mahalla yettiligi bilan birinchi o'rinda kollegial qarorlar. Migratsiyadan qaytgan, migratsiyaga ketganlar, ishsizlar, keyin har bir oila a'zolari bilan mahallani bizda 1042 ta xonadon bo'lsa, unda yashovchi 1512 ta oilani 5502 ta fuqarolarda har bitta nomma-nom kiritilgan hamda ularda nomma-nom yagona savolnoma orqali ro'yxatdan o'tkazilgan. Mazkur platforma mahalla tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida boshqarishga xizmat qilmoqda. Endilikda fuqarolar ko'plab masalalar bo'yicha mahalla idorasiga qatnab yurishga majbur emas, chunki murojaatlar, ariza va takliflarni onlayn tarzda yuborish imkonini beruvchi raqamli mahalla platformasi ishga tushdi. Mazkur tizim orqali aholining ijtimoiy holati, muhtoj oilalar, ishsizlik, yoshlar hamda xotin-qizlar bilan bog'liq barcha ma'lumotlar yagona elektron bazaga jamlanmoqda. Bu esa ehtiyojmandlarga manzilli yordamni o'z vaqtida ko'rsatish, muammolarni erta aniqlash va tezkor yechim topish imkonini bermoqda, deydi Marg'ilon shahridagi Baland Masjid mahallasi raisi. Muammo kamchiliklarni platforma orqali aniqlaymiz hamda uni tegishli yettilik a'zolariga hamda tashkilotlarga yo'naltiramiz. Mahalla raisining ta'kidlashicha, platforma mahalla yettiligi faoliyatini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har bir murojaat tizim orqali ro'yxatga olinib, uning ijro muddati va natijasi qat'iy nazoratga olinadi. Natijada mas'uliyat oshib, ish jarayonida shaffoflik ta'minlanmoqda. Eng muhimi, fuqarolarning vaqti tejalmoqda. Avvallari oddiy bir ma'lumot yoki hujjat uchun mahalla binosiga bir necha bor kelib ketishga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugun bu masalalar bir necha daqiqa ichida hal etilmoqda. Bu esa aholining ortiqcha ovoragarchiliklariga barham bermoqda. Oldingi holatda har bir oilaga kirib turib, ularga alohida dela ochilib, poliklinikalardan yoki tegishli organlardan ma'lumotini yig'ib turib, uni yana qayta o'rganishga berilardi. Yo kunlar yoki oylab ketgan vaqtlari ham bo'lgan. Endi hozir bizda qanday bo'ldi? Yangi platforma orqali bitta adliya so'rovi orqali hamma ishimiz bityapti. Adliyaga biz so'rov xati bitta chiqarib qo'yapmiz o'zimizdan. Bo'ldi, adliya o'zi yo'naltirib turib, javob xatini ham 3 kunga qoldirmasdan bizga beryapti. Raqamli mahalla platformasi mahalla va boshqa idoralar o'rtasidagi hamkorlikni ham mustahkamlaydi. Elektron tizim orqali axborot almashinuvi tezlashib, takroriy hujjatlar talabi sezilarli darajada kamaymoqda. Aytish joizki, raqamli mahalla nafaqat qulaylik, balki tartib-intizom, aniqlik va tizimlilikni ham ta'minlamoqda. Yaqin 1 yil naryoqda biz shunday xodimlar keldi-ketdi, qayta jurnalni qilganmiz. Unda har bitta kelganini o'zimiz ro'yxatga olib, qo'l qo'ydirib, chiqarib boshqa qilganmiz. O'zini o'zi aldashlar yoki bo'lmasa ertasi kuni yozib qo'yishlar, yo bir kelganda birorta tekshirganda qo'l qo'ymaganligi, esidan chiqqanligi boshqa bo'lardi. Endi hozir yangi mahalla platformamiz davomat platformamizda shunday bo'lyaptiki, o'z mahallasi idorasiga kirmasidan oldin GPS birinchi qabul qilmaydi. 9 dan keyin ishga kech kelganini, ishga kelganligini aniqlab beradi bizga. Shu orqali kiritaveramiz. Tavil o'z-o'zidan oxirida ko'rib beramizda, shunga qarab olishyapti hozir. Bugun Baland Masjid mahallasida aholi bilan ishlash, muammolarni joyida hal etish, mahallani obodonlashtirish, kambag'allik va ishsizlikka barham berish, eng asosiysi aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan barcha tashabbuslar ochiq, shaffof va fuqarolarning faol ishtirokida amalga oshirilmoqda. O'zgarishlar juda ham ko'p bo'ldi. Ayniqsa bizni mahalla fuqarolar yig'inida nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ko'chalarimiz hammasi asfaltlashdi, suvlar yangi tushirildi. Hozirda mana elektr stolbalari ham hammasi almashib bo'lgan. Obodonlashtirish mahallani, aholini boy badavlat bo'lib yashashga iloji boricha mahalla fuqarolar yig'ini harakat qilyapti. Mana o'zingiz ko'ring, hamma joylarda ariqlarimiz betonlashgan bizda. Hamma ko'cha asfalt bo'lgan.
aholi tomorqalaridan nihoyatda yaxshi foydalanishadi. Mana hammasida tokzor, issiqxonalar qilingan issiqxonalarda yaxshi foydalanishyapti hozir. Baland masjid mahallasida qadriyat va yaxshi an'analar asrab avaylanadi. Mavjuda opa mahallaga kelin bo'lib tushgandan beri erta tongdan ko'chaga suv sepishni odat qilgan. Avvallari suvni qo'shni ko'chalardan tashib kelardik, hozir esa darvozamiz yonidan suv oqib o'tadi, deydi u. Erta tongda Baland masjid mahallasining ko'chalaridan o'tar ekansiz. Bu fayzli odat deyarli har bir xonadon bekasiga xos ekaniga guvoh bo'lasiz. Bizda bu hech nima yo'q edi. Qilingan shunaqangi bo'lib, hamma yo'llar yaxshi. Ko'chamizning ikki tarafidan ham suvlar oqadi, kelinlarimiz shipirishadi, suvlar chachishadi. Bahri dilingiz ochiladi ko'rganingizda. Raqamli mahalla bu shunchaki elektron platforma emas. U mahalla hayotiga yangicha yondashuv, tartib va shaffoflik olib kirib, aholi bilan muloqotni yanada yaqinlashtirmoqda. Eng muhimi, bu tizim odamlar dardini tez eshitadigan, muammolarga o'z vaqtida yechim topadigan va farovon hayot sari xizmat qiladigan zamonaviy mahalla poydevorini mustahkamlamoqda. Bu kun Maftuna Mamaszik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.